toq va juft son nima ekanligini bilib oldik. Endi mavzuni mustahkamlash uchun ba'zi savollarni ko'rib chiqamiz. Masalan, 3-savolimizga e'tibor beringlar. 10 va 26 sonlari orasidagi toq sonlarni yozing. Endi tasavvur qilib ko'ringlar. 10 va 26 sonlari orasida o'zi qaysi sonlar joylashgan? Qani o'ylab ko'ringlarchi. 10 dan keyin nechi keladi? 11, undan keyin 12, undan keyin 13 va 26 gacha qaysi sonlar bor yana? 24, 25 va 26. Mana shular 10 va 26 ni orasida joylashgan. Lekin bizdan so'ragan savolda aytayaptiki, mana shu 10 va 26 sonlari orasidagi toq sonlarni yozing degan. 10 va 26 ni orasida o'zi qaysi sonlar bor edi? 11, 12, 13. Lekin bizga toq degan uchun 11 ni olamiz, 12 ni esa olmaymiz. Chunki 12 bizda juft son edi. 12 ni olmaymiz. Keyin nechini olar ekanmiz? 13 ni olamiz. 13 dan keyin 14 ni olmaymiz. 15 ni olamiz. Va xuddi shu tartibda biz bo'sh kataklarni to'ldirib chiqar ekanmiz. Xo'sh, bizda keyingi misol 6-si. Shartida aytayaptiki, Abdulloh haftaning toq kunlarida ingliz tili darslariga, juft kunlari matematika darslariga qatnashadi. Uning matematika darslariga boradigan hafta kunlarining tagiga chizing debdi. Endi birinchi biz bu masalani ishlashimiz uchun hafta kunlarini bilib olishimiz kerak. Qani men bilan birga sananglarchi. Hafta kunlarini boshlaymiz. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Demak, hafta kunlari nechta ekan? 7 ta ekan. Mana bizda yozib chiqildi 7 ta hafta kuni. Endi birinchi kuni dushanba, to'g'rimi? Shuning uchun mana dushanba kunini toq kuni deyish bizda urf bo'lgan. Seshanba kunichi? Bu ikkinchi hafta kuni bo'lgani uchun seshanbani juft kun deyish bizda urf bo'lgan. Endi misolimizga qaytsak, aytayaptiki shartida Abdulloh haftaning juft kunlarida matematikaga borardi. To'g'rimi? Endi mana shu juft kunlarining tagiga biz chizishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana ko'rib turibsizki, ikkinchi kunimiz, ya'ni seshanba juft kuni bo'lgani uchun buni tagiga chizamiz va 4-kunimiz payshanba bo'lgani uchun payshanbani ham tagiga chizamiz va 6-kunimiz shanba bo'lgani uchun shanbani ham tagiga chizar ekanmiz. Bu 6-misolimizning yechimi edi. Xo'sh, bizda keyingi misolimiz 7-misol. Aytayaptiki, sonlar nuridagi juft sonlarni aylanaga oling. O'zi son nuri nima edi? Qarang, son nurini tushuntirib beraman. Mana bizda sonlar ketma-ketligi berilgan. Chizmada ko'rishingiz mumkin. Demak, diqqat bilan e'tibor qilsangiz, 8, 9, 10, 11 va shu tartibda mana 21, 22lar ham yozilgan. Endi bundan biz nimani tushunsak bo'ladi? Sonlar nurida sonlar ketma-ket tartibda yozilar ekan. Mana bittaga ortib boryapti, ko'ryapsizlar? Mana 8, keyingisi 9, keyingisi 10, ya'ni bittaga ortib boradigan sonlar ketma-ketiga sonlar nuri deyilar ekan. Sonlar nuri nima ekanligini tushunib oldik. Endi misolni shartiga qaytsak, shartida aytayaptiki, sonlar nuridagi juft sonlarini aylanaga oling. Mana birinchi sonimizga qarang, 8. Bu 8 ni hozir aylanaga olsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Chunki bu juft sonlarga kiradimi? Ha, kiradi. Undan keyingisi 9chi? Yo'q, kirmaydi. Chunki biz juft sonlarni olishimiz kerak edi. Undan keyingi 10 ni aylanaga olsak bo'ladi. Xuddi shu tartibda qolgan sonlarni o'zingiz mustaqil ravishda aylanaga olib qo'yasiz. Bizda keyingi misolimiz 9.
aytyaptiki shartida quyida berilgan vazifalarni bajaramiz. Qarang. Shartiga diqqat bilan qarang. 12 dan oldinroq keladigan juft sonni yozing. Birinchi o'ylab ko'ring. O'zi 12 dan oldin qaysi son keladi? 12 dan oldin bizda 11 keladi. Lekin bizda nima degan? 12 dan oldinroq keladigan juft sonni toping degan. 12 dan oldin keladigan sonimiz 11 juft sonmi? Yo'q, 11 juft son emas. Demak, biz 12 dan oldin keladigan son deganda 11 ni olmas ekanmiz. 11 dan ham yana bitta oldinrog'ini ko'rar ekanmiz. 11 dan yana bitta oldinrog'i qaysi son? 10 soni. Demak, 12 dan oldinroq keladigan juft son 10 ekan. Bu katagimizga mana 10 yozdik. Va qolgan pastdagi bo'sh kataklarni ham xuddi shu tartibda o'zingiz to'ldirib qo'yasiz. Xo'sh, bizda keyingi misol 10-si. Aytyaptiki shartida amallarni namunadagi kabi bajaring. Har bir son yoniga uning toq yoki juft ekanini yozing. So'ng toq va juft sonlarni qo'shganda yoki ayirganda qanday son hosil bo'lishi haqidagi qonuniyatni bilib oling. Mana qarang. Birinchi katakka nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda shartini tushunib olaylik. Biz hozir toq va juft sonlarni qo'shish va ayirish amallarini bajaramiz. Shundan xulosa qilamiz. Toq va juft sonni qo'shganda qanaqa son hosil bo'ladi va hokazo toqga toqni qo'shsak qanaqa son hosil bo'ladi? Mana shularni hozir sizlar bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Masalan, 3 raqamiga 7 raqami qo'shilyapti. 3 toq raqam, 7 ham toq raqam. Demak, 3 ga 7 ni qo'shsak necha hosil bo'ladi? 10 hosil bo'ladi. Demak, qarang, xulosa qilsak bo'ladi. Toq raqamga toq raqamni qo'shsak nima hosil bo'lar ekan o'quvchilar? Juft son hosil bo'lar ekan. Va pastdagiga qarang. 2 qo'shilgan 6. 2 ga 6 ni qo'shsak necha hosil bo'ladi? 8 hosil bo'ladi. 2 qanaqa son? Juft son. 6-chi? 6 ham juft. Demak, natijamiz 8 chiqqan bo'lsa, natijamiz ham juftmi? Bundan xulosa qilsak bo'ladiki, juft songa juft sonni qo'shsak, natijasi ham juft son hosil bo'lar ekan. Xuddi mana shu tartibda qolgan bo'sh kataklarni o'zingiz mustaqil ravishda to'ldirishga harakat qilib ko'ring. Shu bilan ikkinchi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.